puli arzonga, uni ustiga yetmagan ipotekaga ham to'g'ri keladigan bir xona g'ishlik uy pastki qavatdan qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 24-kvartalda joylashgan bir xonali uyimiz birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimiz asosiy xonasi 520 ga 330 bo'ladi. Bu glavniy eshikdan kirib kelish, stroyniy shkaflari bilan uyimiz 5 qavatli binoni 3-qavatda joylashgan bo'ladi. Bu yerda esa sanuzelimiz. Uyimiz g'ishli dom bo'lganligi sababli sanuzelimiz birgalikda joylashgan. Uyimizning umumiy maydoni 36 metr kvadratdan iborat. Gruzinka planirovka deyiladi. Bu yerda esa oshxonamiz, ko'rib turganinglardek. Bu yerda esa 1.20 ga 6 metr bo'lgan balkonimiz bo'ladi. Uyimizni shu holatda ham 300 dollarga bemalol ijaraga qo'ysangiz bo'ladi. Agarda ta'mirlab ijaraga qo'yaman desalaring ham 450 AQSh dollargacha daromad olsangiz bo'ladi. Ushbu uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 24-kvartal Hamkorbank filialining orqasida joylashgan ushbu uyimizni videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda 46500 AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.